Assalomu alaykum qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarni Kitob jamiyat qalbi loyihasi doirasida navbatdagi kitob bilan tanishtiradi. Jarohat izi turk hikoyalari majmuasi. Turk adabiyoti osmonida charaqlagan yorqin yulduzlar Aziz Nesin, Rashod Nuri Guntekin, Umar Sayfiddin kabi mashhur ijodkorlar qalamiga mansub durdonalardan tuzilgan. Asarlar yozilganiga oradan yarim asr, balki undan ham ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa ham, ular hanuz o'quvchilar qalbidan chuqur joy olmoqda. Chunki bu hikoyalar hayotiyligi, ta'sirchanligi bilan insonni o'ylashga, hayotni sevishga, insonga xos ulug' fazilatlarni yanada qadrlashga chorlaydi. Biz ushbu go'zal guldastani siz aziz kitobxonlarimizga taqdim etarkanmiz. Uning rangi va ifori qalbingizga quvonch, ruhingizga ko'tarinkilik olib kirishiga chin dildan ishonamiz. Bu hikoyalar sizni hayot go'zalliklarini yanada teran his etishga, inson nomiga munosib yashashga undaydi. Kitobni mutolaa qiling, fikringiz boyisin, qalbingiz nurga to'lsin.